Em, Biz ikkinchi saat darsini boshladik. 2026 yil kursning. Ikkinchi soat so'zmoqchi o'g'limiz real iqtisod va pul muomala iqtisodi. Ham biz hozir mablag' so'rayotgan bo'larkan pul muomala bozorida. Ko'pincha bizni kallasiga pul muomala iqtisodi keldi. Pul muomala bozoriga ilm beramiz etim. Anikin biz buni real iqtisodga aralashtirib olamiz. Bozordagi ahvolimiz, kunlik turmushimizni ko'rgan iqtisodiy ahvollarni aralashtirib olamiz. Hemen şu bu qetimki darsda eng tüp negizden chiqish qilib turib, zade pul muomala iqtisodining roli nima? Uning real iqtisoddan qanday bog'lanishi bor? Shuni so'zlab o'tmoqchi. Chunki biz bu ikki arasiga bog'lanishni obdan bilsak, andigan qanday qilib iqtisodiy o'zgarishlar, masalan, biz makro iqtisodiy o'zgarishlar o'lchaymiz, bu narsa qanday qilib pul muomala bozoriga ta'sir qildi? Ta'sir qanday bozorning qaysi qismiga ta'sir qildi? Buni bilalaymiz. Bo'lmasa biz kunlik ko'rgan ishsizlik to'g'risidagi uchurlarni yoki bo'lmasa masalan banklardagi eng bir emishgandek pul miqdorini pul ta'minotdan eshitishini markaziy bankdan besilgan pulni o'rlab tushishini buni o'zimizdan mablag' solgan narsaga bog'layolmaymiz. Bu faqat bizga bir uchur olib qoldi. Bu uchurni foyda bo'lmaydi. Bu uchurni ishiltish uchun real iqtisod bilan pul muomala iqtisodining orasidagi pulning aylanishini tushunishimiz kerak. Chunki eng avval men finans, yani pul muomala ve biz maliye deb atagan bu hukümni tushuntirib o'tay. Endi finance degan narsa bu ingliz tilidagi finance, ko'pincha tillarda finans deb ataladi, turkcha finans deyildi bu. Buni amaliyotda ikki ma'nosi bor. Biz uyg'urcha bu ikki ma'nosiga ikki so'z ishlatgan. Bunun birincisi maliye degan ma'nosi bor. İkincisi pul muomala degan ma'nosi bor. Men bu ikkisini tushuntirib o'tay. Bu maliye degan amaliyotda ma'lum bir tijoratni, bir turni yoki bir ishni mablag' bilan ta'minlash jarayonini moliya deymiz. Masalan, men bir restoran ochmoqchi, kallan bir ideya bor. Lekin menda o'zimda yeyadigan azoblar qolgan restoran ichib ketadigan yetarli pul yo'q boshqa. Men bir qism pulni bankadan qarzlashim mumkin, bir qism pulni do'stlarimdan qarzlashim yoki uyimdagilardan qarzlashim mumkin. Bir qism qolgan pulni yana bir men bilan birga sheriklashgan odam tepib, uni hal qilishim mumkin. Bu hammasi yine aşınaktan yeterli pulni tepish hal qilish jarayoni moliya deb ataldi. Har qanday bir bu tijoratning, masalan men bir uy olmoqchi bo'ldim. Uy olish uchun o'zim bir ozroq bir qism o'zimning yiqqan pul sheri qolganini bankadan qatilman. Mushumi bir moliya jarayoni, moliya deymiz. Ya'ni qanday bir ish qilmoqchi bo'lsak, unga pul kelsa, shu pulni hal qilish jarayonini biz moliya deymiz. Endi bu moliya orqali masalan biz bir qism odamlarga qarz olamiz, bir qismlardan sherik qilamiz bu tijoratda. Shularning qo'lidagi shu mulk, ya'ni shu shirkatning masalan birisi berib turgan qarzi yoki bo'lmasa tijoratdagi birisiga sheriklashgan olgan pay, bu narsa bozorda elib setilsa, biz buni pul muomala deymiz. Birisi ma'lum bir turni yoki bir tijoratni qanday qilib mablag' bilan ta'minlash kerak, qanday mablag' to'plash jarayoni bu moliya. Endi biz shu to'plagan mablag'ning bozorda ib setilish jarayoni bu pul muomala. Men misol qilib tushuntiray masalan. Mesela Adil bir dostu Mehmet deb ismini bir ticaret için 10 bin dolar qarz berib dedi. Mehmet bu 10 bin dolarni eləyib bu ticaretin bağını dedi. Mesela yoki bir zavod kurdu, küçük un zavod kurdu, yoki restoran açtı bu qildi. Bu 10 bin dolarni xashildi. 10 bin dolarni keyin uni qaytarib berish kerak. Ya'ni birinchidan bu 10 bin dolarni elish jarayoni bu bir moliya, moliyani tarif ishlar. Andan keyin u adilganda bular ikki arasida bir munosabat bor. Adil qarzdor, adil qarz egisi, Mehmet qarz to'lagichi. Shunga bu ikki arasida munosabat moliyaga kirdi. Bu topgan pullar yoki oyda buni o'sin to'laydi, yoki yilda o'sin to'laydi, yoki bo'lmasa 10 ming dollarni uni qaytarib berdi. Bir yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin. Bu moliyani arz ishlar. Endi bu yer pul muomalasi yo'q. Faqat bu yerdagi muomala mush ikkisi orasida bo'ladi. Shunga odamning qiziqadigani faqat Mehmetning tijoratining moliyasi. Pul kiratam chiqatamda uni 10 ming dollarni to'laydik imkoniyati bormi yo'qmi? Shuning qiziqidi. Endi odilg'am shu vaqtda o'zida masalan qarzni 10 ming dollar 10 ming dollarni 5 yilga bergan deb turaylik. 5 yilga bo'lib to'lagan qilib bergan. Ammo odil tuyuqsi jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Yoki mayli boshqa sabab tufayli yoki Mehmet bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'ldi. Qanday bo'lsin. Bunun pul lozim bo'lib qoldi. Buning qo'lida pul yo'q. Mehmetning hozir uni belgilab pul yo'q, ammo buning qo'lida 10 ming dollarlik qarzni cheki bor.
Yani hücceti var da qarız to'xtag'an bor. Endi bu teshik bozor ochib kelib, manga dedi. Ekber ben Mehmet'e 10 milyon dolar qarz berib turgandim. Hozir ben bunu bu pul bana lazım ekan hozir Mehmet төлeyemedi ama manchi vaqtdan keyin to'laydi. Buning tijorat yomon emas. Mehmet bu pulni to'lash iqtidori bor. Man ciddi pul lazım bo'lgani uchun men sana buni 10 milyon dolarlik qarzni hozir men sana 9500 dolar setib beray. Bu men 500 dolar zina setib bergan bo'lay. Sen bunu olgin. Man derhal 10 milyon dolar bergan vaqti kelganda sen o pulni shu bir pun kam qilmay Mehmet'ni yuborsang bo'ldi deydi. Men ma'qul bo'lib, 10 milyon dolarlik qarzini 9500 dolar setib olgan bo'lsam, bu yerda bu ikkimiz orasidagi katta ishimiz pul muomala bo'ldi. Moliya olmaydi. Men bu yerda hech kimdan tijoratni yoki birmisini nima qilmadim. Mablag'ni ta'minlamadim. Faqat burun ta'minlab bo'lgan mablag'ni qo'ldan qo'l ib sotdim. Şimdi bu yerda bu joyda qarz to'xtami bu yerda zayomga o'zgardi. Chunki bu bozor ib sotildi emasmi? Moliya hamda pul muomalaga o'zgardi. Bu yerda bu faqat kimni ikimizning orasidagi men bilan adının arasındaki muamele pul muamelesi. Yani biz pulni, yani pul arkadaş bağlayan bir iktidarlık hukukunu ip sattık bazarda için. Hem ben bazardan birisini alma ağam olsam pulga, naq bir nas ağam olsam bu ilim berim buldu, ticaret buldu. Ben bazardan hazır, sen normal bazar demez pul muamele bazardan bir zayım setip aldım. Adının okuldaki bir qarız to'xtamini setip aldım. 10 ming dolarlık kıymeti var qarız to'xtamini 9500 dolar setip aldım. Bu yer işkimizden korkan pul muamele oldu. Şu bir ticaret mi? Pul muamele ticareti. İlim settim şu. Şu bir finansdan aşık iki manası var. Biri maliye, kandak bir tür olsun, yoki bir meblağ iş olsun, yoki bir iş olsun, şunu kandak kılıp şuna yeterli pulun toplaş jarayonini biz finans deymiz, maliye de ataymiz. Andan keyin bu toplagandan keyin çokum bunu bunu pul belgelergin, ya pulunu qaytırış gerek. Bu qaytırış jarayonu maliye kirdi. Ama muş jarayondan içinde bu pulun ilgileri, yoki payının ilgileri o payını daim kul tutmaydı, onu satıdı. Oşman adamlar setip durdu. Bu pazarda bu narsa ilim berimga aylansa, soda aylansa biz bunu pul muamele deymiz. Şu an finans degan narsa ikki xil ma'nosi bor. Moliya bilan pul muomala. Endi bu yer ikkisi amaliyotda real iqtisod bilan bog'lanishliq. Qasalan, moliya real iqtisod bilan zish bog'lanishliq. Chunki men birisi men buni ma'rasa men tushundiray. Men 3 misolni o'ylashgandim shuni tushuntirish uchun. 3 yil misolni yezib qisam bek xatlar ifodalansa bek obrazli bo'lmaydi. Shu men buni yezib ChatGPTga bunun bir rasm ishlab ber desam, bundaq bir kartolan ishlatdi. Yomon emas ishlatdi, men buni musharraf tushuntiray sizlarga. Birinchi xil ahvolda bir e'lon bir yayım ochmoqchi bo'ldi-da. Masalan, limonad degan shu masalan limonni siqib turib suyini chiqarib meva suydiran bir yayım o. Bunga kerak 100 dollar kerak bo'lsa, bu 100 tal pay chiqadi. Ya'ni 100 odam menga sherik bo'lsa, 100 dolar topmay, ya'ni 100 tal pay chiqadi. Har bir odam bir dollardan pay qo'shsa, 100 dollar yig'ildi emasmi? Endi u 100 dollarga bu limon setib olib, bunda qilib o'rin setib olib, ijaraga o'qib yurib, shuni hashaydi u pulni. Demak, bu yerda 100 dollar mavi odamlarning paychilarning qo'lidan ma'ning qo'liga o'tdi. Bunun qo'ldan hamda bu 100 dollar masalan dehqonning qo'liga chunki limon setib oldi emasmi? Andan keyin mayyaning egasiga ijara topshirdi. Yana bir nima mushtaq narsaga o'tdi. Bu yerda u pul malan qo'ldan amaliyotda pul muomala bazasidan real iqtisodga o'tgan bo'ldi. Hamda bu limon sotdi, shunami? Setib masalan bir kunlik yoki bir haftadan keyin 50 dollar sap kirim qilgan bo'lsa, bu 50 dollarni endi o'zidan bilan sheriklashganlarga qaytarib turdi. Her bir ayenge 5 milyon qaytarıp durdu. Şundan 50 sentden qaytarıp durdu. Çünkü 100'den boğan dikin. Şu an bu pul qaytadan pul mamul bazara kirgen buldu. Endi müşahede bunun bir haftadaki 50 sent tapqını görüp başka adamlar meme pay koşumaya dep bir kirgen bolsa bunu kimden setip aldı? Bunu setip bu yeni bunu eğer bu ticaretini kengaytiş gerek bolsa yeni pay çıkır bulmasa bu özün ticaretini kılıyordu. Bu yerde 100 tal pay ma adamların kulda.
Şuna yeni 20 adam kirgen bolsa yoki bazarga yeni 100 adam kirgen bolsa muşdan qiziqib malan qulduk payını setip aldı degan gap. Şun bazardik adam 100, yeni 100 adam kirdi her birisi 1 dollarını elep. Şu yeni 100 dolar bu bazarga kirgen bolsa ma payının bahası 1 dolardan 2 dolarga ösüdü. Ama bu 200 dolar manayına kiramda yaq tehe. Bu özden ticaretini kılıyordu. Bu 100 dolar meşed aylındı. Şun pul bir yerde pul muamele bazarının özde aylını real aksatık kirmeydi. Kaçanki bu yeni bir yenidən qarşı bunun sodası yaxşı atkan adamdan birini yallayı yakımız yenidən bir taxta açay dep yeni 100 tal payını bazağa çıkar sağan bolsa A 100 adamla yengiri 100 adam mana 100 tal payını aldı. Şu an bu 200 dolarlık mülk iyi oldu. Yine bunun şirketi. Bazadaki payına bağısı abayka 200'den yine 100 düşürdü deyin gep. Çünkü bu maya bazadaki işin 100 dolarını real iqtisatga sömürüp eketti. Şu an bu yerdeki neyse abay etkandık. Real iqtisat bilen pul muamele arasında pul muşundak aylanıp durdu. Hem de ikinci misal kelsek karizna misalını alayla. Bir şirket veya bir restoran özünü kengaytmekçi oldu. Yanında yak adam olmakçı oldu. Ticaret yaxşı olacak. Bankadan karız aldı. Bankadan karız algandan keyin o mesela banka bu pulni sen siz bizden saqlayotgan yani nima pulimiz deymiz amonat pulimiz deymiz bunun qarz berdi degan gap bizga 1% atrofida pul o'sim berdi balkim buning 3% atrofida qarz berishi mumkin 2% bankning foydasi endi bu 3% bu u pulni ilib hashlab tijoratni kengaytib yilda 3% buning banka o'sim topshirdi shu bu yerda bu olgan qarzning sen 100 dolarlık yoki 1000 dolar qarz olgan bo'lsa 1000 dolar qarzning har oyda ma'lum persenti faqat ma'lum bir qismida real pul muomala bozoriga qaytadi ko'p qismi real iqtisodni o'zida aylandi yoki yine bir misal masalan mesela mablag' sanash fondining misolini bersak bu mesela bir idoradagi yoki bir cho'ng shirkatdagi yoki bir shahardagi deylik butun xizmatlarni yig'ib qo'ygan bir mablag' sanash fondi bor yeni bir pensiya fondu var deyli. Şu şehirliklerin hemisi yapısı köpüncü kısmı her ayda maaşının məlum bir kısmını aş şirketdeki bir çoğun fondga salıdı. Aş şehirdeki bir çoğun fondga berdi. Bu şehirdeki fond muşlarının her aylık sen tapşırgan pulunu eləyib sen bunu məbləğ saldı. Hem her ayda bu yerden pensiya çıkanlara azraq pensiya maaşı verdi. Bunlar bu pulunu aylandırış gerek. Bu pulunu bunlar neye saldı? Bu pulunu ma'lum bir shirkatga berdi shu hozir bu yerda pul muomala bozoridan ya'ni mablag' sanash fondining quldagi bozoridan real iqtisodga agar bular bu pulni ma'lum bir shirkatga mablag' solsa real iqtisodga kirgan bo'ldi shirkatlar bu pulni ilib yoki ishlab chiqarishni kengaytirdi yangidan maosh yangi odam oldi yoki misol ishlatgan xizmatchilarning maoshini o'stirdi shu an bu pul qaytadan o'chadi bir qism pul qaytib yana shu xizmatchilarning yanchiqqa kirdi ular ishinchi pulni pensiyaga soldi pensiya fondiga soldi pensiya fondi u ishinchi pulni yana mablag' soldi bu pul shundoq aylandi mablag' solish yoki real iqtisod bilan pul manbalarini olsa pul shundoq aylanib turdi shu bu yerda albatta bu yerda vaqt farqi bo'ldi bu to'xtamay aylanmaydi masalan ba'zi joylarda pulning real iqtisod turib qolar vaqti jiqroq bo'ldi pul muomala bozoriga jiq kirolmaydi ba'zi vaqtlarda pul muomala bozorida turib qolar vaqti jiqroq bo'lib bir iqtisod kirolmaydi bu vaqtda o'xshamagan narsaning bahosi o'sdi agar pul muomala bozorida jiqroq turib mesela pay bozorida jiqroq turib qolsa mush payning bahosi bakrak o'sidi malning limonning bayadagi ishlatgan ishchining maoshi o'smaydi bu o'zini tijoratini qilyapti bu tijoratni kengaytib yangidan pay chiqarmoqcha miyadagi pulni pul muomala bozoridagi pulni u olmaydi shunga bu pul miyada pay bozori asli aylanavergandan keyin pay chekining bahosi o'saverdi degan gap Aksincha, bu tezroq ishlab chiqishni kengaytiraman deb do'konni 3 4 5 qo'shib aytgan bo'lsa, buni pul lazım. Bu davomli pay chiqib turib bozorga. Yeniden pay chiqib IPO deymiz yoki bo'lmasa emission deymiz. Bozorga tiqmay pay chiqarib bozordagi ishinchi pulni sumirib oldi. Ammo pul yo'qolib ketmaydi. Pay bozoridan real iqtisod kirdi. Mekaning maosh o'sidi, limonning bahosi o'sidi, dehqonning kirimi o'sidi, mayaning egisining
Yani çünkü kıran pul çıkıydı. Ama pul real iqtisodning ichida bekrek aylandi. Pay bozorda jiq pul qolmaydi. Qarasanlar chun ba'zi vaqtlarda bizga kishilar tushunolmaydi. Bu iqtisod shundan yaxshi tuz nima ish pay bozor tushdi, nima ish pay palonchining payi tushdi, yaxshi qotgan. Ya bo'lmasa iqtisod shunda vayron tuz nima ish pay bozori to'xtamay o'sdi. Bu yerda o'yin bor, u bu deymiz. Ma'lum darajada o'yin monopol u narsalarning hech qaysini inkor qila olmaydi. Bu murakkab bu. Ammo eng asosiy sabab shu. Pul ba'zi chog'larda ba'zi rayonda jiqroq turib qoldi, ba'zi rayonda azroq turib qoldi. Endi biz bekrakmish pay bozorini asos qilib turib, pulning qaysi vaqtlarda real nimada jiqroq, real iqtisodning ichida jiqroq turganligini, qaysi vaqtlarda pul bozoriga tezroq qaytib ketganligini bir misol bilan ko'rib o'taylik. Chunki pay bozori amaliyotda bir hamda mutlaq ko'p qismimiz qiziqilgan bozor bu nima yo'q. Mablag' solg'uvchilarning eng bo'lib bizda aktiv mablag' solg'uvchilarni eng jalb qilgan bozor shu. Umumiy dunyodagi pay bozorining qiymati 120 trilliondan atrofida deyman. Zayon bozori bundan uchun lekin zayon bozori bizda kichik mablag' sag'ochlar yaqin keladigan bozor emas. Bu yerda zayon bozorining ya'ni qarz bozorining mutlaq ko'p qismi hukumatlarning qarzi. Biz davlatlarga qarzni beramiz. Faqat biz unda aktiv mablag' sag'ochimiz. Faqat biz maoshimizning bir qismini pensiya fondiga beramiz. Pensiya fondi u pulning bir qismini hukumat qarz berdi shu. Biz şu olarak vastlık hükümetinin qarz egileri olmayız. Lekin biz onu künde eyip yürümeyimiz. Çünkü biz o zayon bazarını ögünümüz. Ama iqtisoddan ayrılışını hal qilgancha beklek pay bazarını ögensek, pay bazarını misal qilsak, jallaqroq tushunga bo'ldi. Bir misal alay. Bu yerda sallanma ChatGPT sal qalayibgan chiqib ketdi, lekin bu yerda santifraga diqqat qilmanglar, ma pulning aylanishiga bekrek diqqatinglar bersanglar bo'ldi. Bir shirkat yenidən nima qilmoqchi bo'ldi masalan data center ochmoqchi bo'ldi deylik buyuk misol hozirgi eng yaxshi misol shu mayli qanday bo'lsin yeni bir zavod qurib ishlab chiqarishni kengaytmoqchi bo'ldi bunga 3 ming dollar kerak asli bu 3 ming dollarni qanday qilmoqchi bo'ldi 1 ming dollarni bankdan qazanmoqchi bo'ldi 2 ming dollarni pay bozoridan yig'moqchi bo'ldi ya'ni e, 2 ming dollarlik sherik izledi 1 ming dollarlik qarz izledi bu maliye. Şirketin qilayotgani maliye jarayoni. Buni corporate finance deymiz. Ya'ni u 3 ming dollarni qanday hal qilish jarayoni. Ma'qul 1 ming dollarni men bankadan qarz oldim. 2 ming dollarni pay bozoridan oldim. Ya'ni 2 ming dollarlik pay chiqardim bozorga. Payini suyuqlandirdim deymiz u. Demek benim kuluma derhal 3 ming dollar kirdi. Demek 2 ming dollarni pay bozoridan sömürüp aldım. Pay bozordaki amana saqlayıcıdan yoki pay çekanın koldan 2 ming dollarni aldım. Bankadan 1 ming dollar aldım. Bu 3 ming dollarni men endi xərclədim. Tushunarmi? Men zavod qurish uchun yengdan mashinalarni zakaz qilman. Bu pulning bir qismi Xitoyga ketdi. Mashina zakaz qilgandan keyin. Bir qismi yerlik ishchilar ketdi. Bir qismi masalan Germaniyaning, Gollandiyaning portlarida qolib qoldi. Masalan, mol mulkni to'shiydi. Shu bu pul har xil yerlardan, har xil usullardan har xil yerlarga ketdi. Real iqtisodga kirdi shunda shu jarayonda. Endi bu 3 ming dollarlik nima qilgandan keyin 3 ming dollar mablag' solgandan keyin mening kirimim bir yillik paydam men jiqnas yasab jiq satdimda bir yillik paydam 350 dollar oshdi burunga qaraganda. Endi bu 350 dollar mening sap paydam qilay. Butun chiqimni berib deb, abaqadek maash ishchilarga maash taqib xomashyoga, to'shishga, boshqa barliq aqsab hamma narsaga haqqini berib bo'lgandan keyin qulim hisob eshib qolgan narsa. Endi bir shirkat xo'jayini meni oldimda 3 tanlash bor. Bu pulni qanday qilaman? Bu pulni birincisi bu 300'likten birincisi çukum kılaşım avı bankının ösümünü veriş bu. Bankının ösümünü beğensen bulmayı düşünüyor. Bu toktam. Şuna bu pulun bir kısmı mesela 35 dolar değil. Ne bankaya verdim ösümge. Bu pul kaydeden pul mama bazara kayıtıp gitti. Bankına hesaba kır gitti. Kalan 315 dolar var. Şuna mı? Bu 315 dolarına kadar kaçlayayım. Normalde 3 dolar oldu. Her kandak vakitte bir şirketin ya mesela bir şirketin maliye başquruvchisining yoki boshliqlarining qo'lida ishinchi pul qilib qolsa 3 oldu. Bir bo'lsa bunga pay mablag' sag'at bu chunki qarz egisini haqqini berib bo'ldi o'simni berib bo'ldi. Endi nima kerak? Paychiqlarga bir javob berish kerak. Chunki paychiqlar
Nima uchun mablag' soldi? Chunki kelgusidagi foydasiga sherik bo'lamiz deb mablag' soldi. Biz har qanday vaqtda birisiga qarz bergan chog'da uning sog'lomligiga diqqat qilamiz. Mush qarzni to'laymanmi, to'laymanmi deb. Uni topgan foydasidan jiq oz bo'lishi uchun biz bek muhim emas. Bu foyda olsa, ziyon tortmaslar bo'ldi. Uning mulki ozlab ketmasa bo'ldi. Chunki vaqt kelib biz qarzni olgan chog'da qarzni to'laymiz, uning mulkini ega bo'lamiz. Bankimiz shu, qarz to'xtamadimi shu. Ammo paychiqlar undaq emas. Paychiqlarning uning mulkiga erishib huquq qolmaydi. Paychiqlar faqat uning tijoratining bir qismiga sherik bo'ldi. Chunki uning kelib topgan foydasiga qiziqdi. Shunga paychiqi zayom qarani xatarlik uning foydasi shunga qarab yuqoriroq bo'ldi. Biz birisiga mablag' solganda uning kelgusidagi tijoratiga, kelgusidagi foydasiga sherik bo'lgan bo'lamiz. Chunki uning kelgusidagi foydasi $315 o'simlik berib bo'lgan ekan. Bu endi kimning haqqi? Bu paychiqlarning haqqi. Endi bu pulni 3 xil usuli var buna xərcləşnin. Biri payçılar hamısı taxit biliş gerek. Öz vaxtında $2000 kazbək adamlar, $2000 pay məbləğ sağ adamlar gəlib bizə 315-ni şu boyunca qançıq məbləğ sağımız şuncuk birləşdirib verirdi. Bu faqat bir yolda Türkiye'de iş. Türkiye'de ikincisi aşağının kuldaki payını setip aldı. Bu mu işte tuşlarının kulağa pulunu kaytırıp vergen okşaş bir iş. Əməliyyatda. Çünkü bazarda bağ pulunu ben setip aldım diyen gep. Şu ularının hesapta payını setilip pulunu kaytırıp verdim diyen gep. Yeni pulunu baha üstünde ama onun payını setip algan diyen. Bu ikilisi hesapta pulunu meblağ sağlıkta kaytırıp vergen beraber. Bu pul şuna kapıp yine meblağ sağlıklarının kulda kaytıp gelgen ki, payçıkların kulda kaytıp gelgen ki bu pul yine pul malı bazara kırdı. Üçüncü iş, yok, ben değmem meblağ sağlıklarına, yok, hazır tutup duran ben bu planı ıslah kaytırmayı duray. Ticaret bek yaxşı, bazan ahvalı bek yaxşı, bek kızık durdu. Ben yeni bir zavod kurmak istedim. Yakın işlep çıkarışı yeni bir kengaytmak istedim. Ben bu pulunu kayta meblağ salay, deyme. Normalde eğer yeniden tez küçültken şirket topkası meblağ sağlayacak bunu onaydı. Payçıkla. Uçada bu pul kanaklı bu pulman bazara kirmeydi. Aksice şirketke kayıp gidiyordu. Yani real aksatı kayıp gidiyordu. Şuna ikinci puluna başka arkadaşının üç yolu var. Meblağ sağlayıcıları kayıtları etiş, pay takip et. Ya özünün payını öz setiliş, yani meblağ sağlayıcıları kayıtları etiş, vasıtlık kayıtları etiş. Yeni birisi özünün şirketini kengaytiş için meblağ siliş. Aldığın iş usulda pul malı bazara kayıp gidiyordu. Keyingi usulda pul real iqtisodga kirdi. Qarasanglar, pul malı bazarıdımı payda ayırılan şirketler var. Ondan keyin o'zining payini setib olgan shirkatlar bor. Mablag' solgan shirkatlar bor. To'xtamay mablag' solgan shirkatlar bor. Endi bir shirkat kichik bo'lsa, ko'lami kichikroq, uning ijodkan bozori cho'ng bo'lsa, normalda bu da shirkat aldirab foyda ayirmaydi. U pulni kengaytirishga soldi. Masalan, e, ma shirkat mushu shahardagi cho'ng shirkat bo'lib qoldi deydi. Ikkinchi pulni balkim qo'shni shaharga yeni demir zavod kuruşga geçişi mümkün. Amerika'da zavodlara kaplap boğamız belki Xitayga yoki Avrupa bozoriga kirishi mumkin. Bular mushuni kengaytishga soldi. Yoki bo'lmasa agar mablag' silish tuzuk bir foydag'idek mablag' silish turlarini ko'ramasa bular o'zining payini o'zi setib olishi mumkin. Bu ma'lum qarin asaraq ahvol. Chunki man nimani bir xil foyda ayirib pulni mablag' soluvchilar berversa bu pul yo'q edi, qaytib kelmaydi. Ammo mavu biroz ehtiyotchan usul. O'zini payini o'zi setib oldi. Vaqt kelganda lozim bo'lsa yeni setib chiqarsa bo'ldi. Ya'ni qancha setilishini o'zi belgilaydi. Shunga masalan Google'dek ommaviy shirkatlar ba'zida o'zining payini setib oldi. Ama konu mesela 50-60 yıllık 70-80 yıllık konu mesela maşin şirketleri, neft şirketleri bularning çünkü to'xtamay mablag' silib yangidan zavod qurishning hojati yo'q. Neftning bahosini ko'ryapmiz, mashinani ko'ryapmiz. Mesela Amerikada nüfus yoki Yevropada nüfus unda barcha ko'paygan ahvol yo'q. U mayli Volkswagen, mayli Mercedes to'xtamay zavod qurib mashina yassa u Germaniyada, Angliyada yoki Amerikada yine to'xtamay mashinada odam yo'q. Çünkü ular qanday qildi? Ular payda ayırıp topgan paytining bir ko'p qismini mablag' sohalarga berdi. Çünkü ular payda ayırgan shirkatlar qatori qildi. Ba'zi pishib bitilib qolgan texnik shirkatlar mesela Almaga o'xshash yoki bo'lmasa boshqa shu iste'molchiga mablag' solan shirkat, qilgan shirkatlar bular bir qism paylarni o'zi setib oldi.
Bu biraz manın qaraganda flexible deymiz o. Biraz ehtiyatchan usul. Biroq payda ayırıp beri mi ketmeydi. Fakat bir kısım paydan öz setip aldı. Bu bazar özünün peyinin bağısını öğretkenge okşaş iş. Vaqt kelgence da işinchi paydan setip bir pul lazım bolsa mablag sarçadan qaytib pulunu qaytırıp alsa buluyordu. Mavi hem de yeni pedagogan yeni nima sen Nvidia'ga o'xshash shirkatlar, yeni chip yasatgan shirkatlar bular to'xtamay yeni zavod qurib ishlab chiqarishni kengaytirishga muhtoj. Chunki bularning xaridorlari bek ko'p. Bular ijodkan bozor bek cho'ng. Shuning bular aldirab foyda ayirmaydi. Aldirab nima qilmaydi? O'zining payini setib ketmaydi. Bular pulni o'zining mablag'ini oshirishga ishlatdi. O'zining ishlab chiqarishni oshirishga mablag' soldi. Endi hozir AI sohasida tenklatsiyalatgan bo'layotgan bir ish. Xeyli ko'p qism shirkatlar mushu keyingi bir necha yilda ish va oshqa topgan paysining xeyli ko'p bir qismini o'zining payini o'zi setilishga ishlatadi. Hozir ular bu pulni mablag' silishga ishlatadi. Data centerlarni quryotidi, asadik o'zini ko'rgandek. Shunga aslida pul muomala bozoriga qaytadan bir qism pul hozir ketdi, real iqtisodga ketdi. Aslida bu pul muomala bozoriga qaytgan bo'lsa, bu pul bularning pay chekinan bahasini o'stiradi, o'zini payini setib olgandan keyin. Ammo hozir bu pul real iqtisodga mangandan keyin bu nimaning bahasini o'stiradi? Tabiiy gazning bahasini, alyuminning bahasini, misning bahasini o'stiradi. Shunga sen tushunmagan narsa bu Google deymiz, olma deymiz, to'xtamay nurg'un pul mablag' deb ishlab chiqarish kerak bo'lsa, nima ish ularning payning bahasi biz bu to'g'ri yaxshi gapni anglab olsak, nima ish bularning bahasi tushidi? Tushunmagan narsa. Chunki bu shirkatning ahvoli hech masala yo'q. Hatto kengayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu ekayotgan pulning yo'nalishi o'zgarganlikdan bo'layotgan ish. Shu hozir bizning pul muomala bozoriga qaytib kelsak, shu pul muomala bozori amaliyotda oyliklarning, ya'ni bizdek kishilarning, ya'ni bu jamiyat ishlab chiqarib qiymat yaratgan kishilarning ishinchi pulini shirkat korxonalarga yetkazib beradigan bu vositachilik o'rni. Pul muomala bozori ya'ni shu amaliyotda. Pul muomala bozorining tüp maqsadi omonat saqlan omonat saqlagan ya'ni yig'gan pulni ya'ni kapital yig'uvchilarni pulni ilib kapital lozimlilarga yetkazib berish. Endi biz real iqtisodga qaytib kelaylik. Real iqtisodda uch muhim aktor bor. Ya'ni uch muhim uch cho'ng taraf deymiz-ku real iqtisodda. Biri bir real iqtisoddagi ishlaydigan biz ishlar narsani yasag'uvchilar. Bular shirkat, korxonalar. Yeni biri mushtaq ishlab beruvchilar, oilliklar. Bu ikkisi orasida tartib saqlovchilar kimlar? Hukumat. Yani bu bozorda tartib saqlaganlar bo'ldi-ku, chungan deymiz-ku. Bu hukumat. Yani bu üçünün arasida pul to'xtamay aylanib turdi. Bu abayqadek bunun aylanishida ko'rik o'ynagan pul muomala bozori. Ammo hozir buni tushuntirish uchun men uchun ayrim tushuntirib o'tay. Bir normal bir iqtisod ham o'zi hozirgi biz real iqtisodga qaytib keldik. Pul muomala bozori faqat bu yerdagi vositachi. Biz real iqtisodga qaytib keldik. Real iqtisodda yoki real bozor nima ib setildi? Tovar va mulozimat. Tovar va mulozimat degan nima? Tovar degan kompyuter, olma, süt degandek biz ishlatadigan narsalarni tovar deymiz-ku. Bu tovar. Mulozimat degan nima? Restoran berib tamoq yesak mulozimatni iste'mol qilgan bo'lamiz. Chachal tursak o mulozimat bo'ldi. Dars alsam pul to'lab dars alsam u bir mulozimat bo'ldi. E, Bularimiz mulozimat. Bu narsani yasab chiqargan ya'ni shirkat korxona. Bu şirket karxalar bunu yasash uchun nima ishildi? Odam ishildi. Bu odam xizmatchilar oyliklar shu. Bizda oyliklar shu. Shunga bu normal bozorda shirkat, korxonalar sotquchi, oyliklar setib oluvchi. Chunki bular
Mesela meyli meyilci ve yemek içmek yasap satsın. Meyli kompüter elektrik bölümünü yasap satsın. Meyli koral yarak ben satsın. Bunun hepsini baza satıldı. Bunun bir kısmını aile aldı. Bir kısmını hükümet aldı. Bu da satkuçu bir yerde. Aylıkla ağırca. Şunun istimalı biz en mühim de bir baha verimiz. Bir devletinin iqtisadın mandıranesi istimal. Muş ağırdan yancı pulcak olmasa bular cık nəs almaydı. Malan kulluk nəsinden bağış düşüdü. Bularning e, bularning tapkan kirim azlagan ekan, bularning hukumat kutgan beji azlaydi. Hukumatning chiqimi azlaydi, hukumatning chiqimi azlagan ekan, hukumatning bularni zakaz qilgan mollari azlaydi. Shuni iste'mol bir davlatning GDP'si eng muhim narsa deb qaragan narsamiz shu. Endi yeni bir bozor var bu yerda, kichik bozor. Buni emas bu real bozorning bir qismi, lekin biz bekcha so'zlamaymiz. Bu emgak bozori. Bu emgak bozorda oyliklar sotquchi biz o'zimizning emgakini sotamiz. Şirket karxalla bular ağuchi. Biz emkimiz satımız 3 gün saat ettiyen saat 8'den 4'e 9'dan 5'e toxtumay işleyimiz. Özümüzün hayatını ayın ahırdaki maaşı tegişimiz. Yani biz bir satqıcı biz özümüzden her günlük vaktimizni bir aylık 5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 2 milyon dolar, mançı dolar satımız. Eğer biz satılgan, eğer biz temelleyen mülazimet yoki bizden emgikimiz pek kıymetli olsa elbette bizden onun bağışı yukarı oldu. Sen eğer 100 milyon, 200 milyon dolar maaş alırlar ve onu yukarı. Eğer biz temelleyen emgekinin bağışı, emgek pek köp olsa, mesela hem adam kılar aşıp kalsa, onun bağışı tüven buldu. Mesela tazlık işlerinden yakılması, e, sen adetteki bir adam, erkanak adam kirip kılan işlerinin hepsinin normal maaşı tüven. Bu xudaş normal bazara okşaş kanuniyetki gidersin. Şu biz bir satqıcı olgandan keyin biz satımız bular setip oldu. Endi bular bilan setip olgandan keyin bizga maaş berdi. Bu pul joyda karxallardan istimaçalan yançıqqa kirdi. İsmitsa bu pulning bir qismi hukumatga boj to'laydi. Chunki hukumat bir tartib o'rnatgan bo'lg'achqa. Shirkat karxallarga abay aytgandek kirgan kirimning bir qismi hukumatga boj to'laydi. Hukumat endi bu pulni ilib bir qismini nimaga ishlatadi? Ya'ni shirkat karxallarga olib beradi. Chunki ular chunki hukumat ulardan tovar va mulozimat setib oldi. Masalan, hukumat e, yenidən harbiy qoral yarak. Ya komisi öz açkan doktorxanalarga yenidən səhiyyə üskünlü medisina üskünlərini setib algan bolsa, o pul hesabda hökumətdən ma şirket karxanalarının yançıqqa kirdi degan gap. Hökumət bu pulni özünün saqçılarga, doktor sestralarga, hökumət ilk o'qituvchilarga yoki hökumətning siyosatchilarga, ma'murlarga maosh bergan bo'lsa, bu pul hökumətning yanchug'idan chiqib, oyliklarning yanchug'iga kirdi degan gap. Şuna ailenin kolu cıh bulup yoki hukumatning qo'li jiq bo'lib, maaş shirkat korxonalarining ishlab chiqargan narsa ozib qolsa, bu yerda mal bahosi o'sadi. Chunki pul jiq jamiyatdagi, ammo ishlab chiqaran yasalgan narsaning soni oz. Unda qo'yarkan, har bir narsa jiqroq pul kelgan gap. Mala jiq seta oladigan kuchi bor, hukumatning jiq seta oladigan kuchi bor, mala yasalgan narsa oz. 2021 ehtiyojda boshlab ko'rilgan ahvol shu. Hukumat nurg'un pul besib, oilaga taqib berdi. Shirkat korxonalar qarz berdi. Shu bilan yancho'da pul jiq. Shirkat korxonalar yancho'da pul jiq, lekin bular bir narsani yasab yetishtirib bo'lmadi. Bozorga kirib bo'lmadi. Hamisha tarafdan qiyinchilik uchirdi. Odam yetishmadi. Hamga shu an bozorda biroqla oilalardan hukumatning qo'lida pul jiqib ketdi. Ammo yasagan narsaning soni buna yetishmadi. Shu an bu yerda ko'rilgan narsa pul pahalılık oldu. Xitayning ahvoliga qaraylik. Oyshaning quli puljiq mu? Yo'q. Ular ishlaydi, topgan puli oynaga ulasholmaydi. Qarz besimi yuqori. Kimning quli puljiq? Hukumat bilan xususiy shirkat korxonaning quli puljiq. Hukumat bu pulning ko'p qismini yeni shirkat korxonalarga berib, bir qism shirkat korxonalarga berib, ular to'xtamay narsa yasaydi. Biyadina mashinalarni yasaydi, e, quyosh taxtasini yasaydi, boshqa narsa yasaydi. Ammo bu yerda buni oldigan odam bor, bular ajoyib pul chiqib qolmaydi, buni oldigan odam oz. Chunki bu pulni bu narsaning bir qismini sirtqa chiqib
eksport qildi. Qolgan bir qismini bahasini tushirib setishga majbur bo'ldi. Chunki Xitoyda nima ko'rilmaydi? Pul paqaliq ko'rilmaydi. Qarasalar -1%, 0%, mesela mavi Yevropa 4%, 5%, mesela Türkiye'de keladi 30-40 olsa, mavi Xitoyda yasagan narsa aylıkla qo'ldagi pul az. Shunga bu yerda ko'rilgan masala mol bahosining tuvalishi bo'ldi. Bir yil iqtisodning ahvoli. Endi buning biz abayki pul muomalasini qo'shaylik. Biraz bir minutdan o'ylab, mana shu biroz qarab turinglar. Ba'zan 4-5 qatlamni murakkablashtirdik. Ammo ma'noqni bir qo'l tushunib olsak, keyin pulning aylanishini texnik asroq bo'ldi. Bir minut ma'no qarab, ozroq ideyalar tayyorlab ko'raman. Men abay dedim ki şu real iqtisodning arsida oyliklarning shirkatlarning arsida hukumat arsida turmay pul aylanib turdi. Mush pulni hammasi aylanib turgan ya'ni pul muomala bozori. Bu hamda pul aylanish uchun o'tmis bo'lmagan ya shu pul muomala bozori degan. Banka bunun eng yuridik turuni banka. Andikin müştak har xil pul pensiya fondlari, shirkatlar pulni u yoqda men hudkor qilgan hammasi mush pul muomala bozori tabi. Men bu yerda man nimani qo'shdim? Çünkü bu devletin iqtisadi herkes bekemeli bo'lmaydi g'o. Cho'qim sirtlar aloqa qildi. Shu anda amal yo'q, man ma'lum qo'shdim. Biroz murakkab bo'lib ketdi. Qayt amal dars nim bo'lgan, qayt anlasalar bo'ldi. Chunki biz bu pul muomala bozoriga kirayotgan pulni o'lchash uchun bu pulning nelardan kirganligiga diqqat qilmasak olmaydi. Bu pul muomala bozoriga kirgan pul jiq. Bu pul oyliklar tarafidan kirdi. Ya'ni oyliklar pul jiqidi. Shunaqa. Mesela ben ayda 5.000 dolar maaş aldım. Bütün öyünün çıkımı 4.000 dolar. 1.000 dolar eşip kaldı. Ben bu pulu bankaya saldım. Ya komisyon ben meblağ sağlayacak belki ben pay çıkalım. Ya ki belki biraz pürsüz para sıkım kep kalsa kripto ya ki başka neresi altın gümüş ep kayışı mümkün. Ben kanda kalay muş pul. Benim menden çıkıp ya banka kırdı. Ya ki ben soğudu kılgan akıma vasıta şirket kırdı. Ya ki ben biraz ihtiyacım var ben bankagım sanmayma. O yüzden bunda o bunu ep setip mücümeyme. Ben bir fon kısıp koymaya. Desem ben pensiya fondu ya ki bir meblağ fondu kırdı. Şimdi bu pul menden çıkıp nime kirketti. Pul muamelesi bazırağa ya ki pul muamelesi sahası kirketti. Pul muamelesi kirken neyse nime? Benim amanetim. Yani savings, benim işinci pulum. Şuna aile tarafından pul muamelesi kiran neyse ailenin işinci pulu. Çünkü biz nimek bekledik hakkımız pul muamelesi kirken pulun cık azlığını ölçeğiz için ailelerinin kırmını ölçeğimiz. Andın keyin ulanın istimalini ölçeğimiz. Andın ulanın işip kalan işinci pulunu ölçeğimiz. Ama bu pulun bir kısmı şirket karxalar g'ammanadi. Qaysi xil shaklda? Mablag'li shaklda. Chunki shirkat korxonalar abay aytgandek yoki qarz oldi o'zini ishlab chiqarishni kengaytirish uchun yoki bo'lmasa sherik izlaydi o'ziga, ya'ni pay bozori pay chiqardi. Bu hammasi pul mol bozori orqali bo'lgan narsa. Ani bular topgan pulning bir qismini bularmi pul mol bozoriga soldi. Abay aytgandek olgan qarzning o'simini to'laydi yoki e, tapkan paydasından bir kısmını pay çekilerge pay şekilde ülüştürüp verdi ve ya ki e, özünün payını öyle setip aldı. Kanı hakkımsın mesela bu miyahtam yak ötkemiz çok olmuş pulmalı bazıra kırmaya kalmaydı. Hem de hükümet kileyli.
Hükümet özünün nimelerge ama o aylıklarga özünün pukralarga ve şirket ticaretçilerge baş koydu. Bu başını hükümet bekar koymaydı. Mesela ben hiç çıkmay durup baş almay desem, mesela ben ya kanuni yakımı ya kişilerge mesela cemiyeti bir paravalık oruntamısam ya tertip oruntamısam hiç kim bana baş almaydı. Mesela bilmem hükümet kim kanunsuz taşkan buldu. O da Venezuela'ya okşaş. Bacığa mıydı o? Çünkü o yerde hükümetin hükümet kirgenden o çukum pulunu işletiş gerek. Mesela bir kısım mesela şirket kırkan tapkan bir kısım pulu, ailenin tapkan pulu bir kısım baş şekilde hükümetten çökedi. Hükümet bu pulga neymiş buldu? Hükümet bu pulga para vallarak tertip oruntudu. Bu pulun bir kısmıga şirket kararları mağdur uladın nimeze uladın dig var şu mesela yanın doktorhan açılan şop kalsın ya ki yemek açılan şop kalsın ya ki bayat kandık her bir sahani kene açılan şop kalsın böyle kandak kalsın şirket kararları benim sunmaydı bu. Özden adamların maaş taksıdı. Kaçan ki hükümet çıkımı kırmızı işip ketken çağda hükümet qarz aldı. Meyli hükümet ki baş kayız usulü kırısın ya hükümet qaysi xil şekilde mavu şirket kararlarına çıkım kusun bu pul yine meblağ bankarkılık maması mağamaydı. Şu hükümet meyli aylıklarga maaş takası mesela özünün memurlarına maaş takasın ya ki özünün mesela pensiya diklerge ya ki mesela mavu cemiyetteki töven kirimliklerge her xil usulda neyim bersin toluqlama yerden bersin bu pul bankarkılık malı. Lekin bu pulun real asadı kirişi tezroq bo'luvchadi. Ammo hukumatning chiqimi kirimni echikitib hukumat qarz orqali chiqim qilgan chog'da hukumat bevosita mablag' sog'uvchilarga tayanmış bo'lmaydigan ahvolga kelib qoldi. Chunki hukumatmi qarz olish uchun yoki o'zining oyliklaridan qarz oldi, yoki shirkat korxonalardan qarz oldi, yoki pul muomala sohasining banklaridan qarz oldi. Hammasini yeb bo'lgancha yana yetishmasa sirtlardan qarz oldi. Masahadan qarz oldi. Mayli hukumat kimdan qarz olsin bu pul yana baribir shu bank sohasini gibi o'tamaydi. Endi mau sirtqa yani mau chet el ne man mau dunyoni boshlab deb isbotlab qo'ydim. Buning mavjudot iqtisodiy aylanish ta'sir qilgan qismini qisqa deb o'tay. Aba aytgandek bir shirkatda yasagan narsalar, misol shirkat korxonada yasagan narsalar jiqib ketib, o'z davlat ishida sotolmay qoldi. Uni bir qismini sirtqa sotadi. Shu ular bu shirkat korxonalarga pul berdi. Bu pulmu aba aytgandek yine narsa sotganki ularga haqi yerdan gapda. Bumi pul muomala bozori orqali kirdi. Endi dunyoning sirtidan bu davlatga sotgan narsalar chiqib ketib qolsa, bu davlat mesela bir kısmını qarzga olishi mumkin. Shunami? Şu an mesela dunyo sirtidan mesela Amerikani misol olaylik. Amerika dunyoga bir 100 milliard narsa sotdi. Dunyoning sirtidagi dunyo bosh davlatlar Amerika 200 milliardlik narsa sotdi. Shu Amerikaning sodisi minus 100 milliard yani past balans bo'ldi. Endi Amerika 100 milliard dollar narsa sotgandan keyin bunu algan 200 milyar dolar olgan ki bu hep kan 100 milyar dolarını bu takip bir şey. Kanka bu qarz aldı. Evet bula Amerika qarz bergen buldu. Şu bula qarz bergen ki bulanın 100 milyar belge 100 milyar pulu Amerika'nın pul muamele bazıra kirdi. Amerika'nın pul muamele bazıra kirdi dengep isat ameliyatı Amerika qarz yap durup ne setip aldı yakımız özünün mülkini setip durup ne setip aldı dengep. Şuna bu devletlerin bu devlet Amerika qarz dediğimiz ameliyat Amerika'nın zayimanı setip aldı dengep buldu. Şu an chet eldan masalan bir davlatning sodasida pastiv balansi bo'lsa, u davlatning u davlatga pul kirayotgan bo'ldi. Bir davlatning sodasi aktiv balansi bo'lsa, bu davlatdan pul chiqayotgan bo'ldi. Buni tushunish biroz tez, ammo Amerika misolini yaxshi tushunasizlar. Nima uchun dunyo masalan chet eldagi masalan mana Yaponiya, Xitoy, Germaniya hammasini birlashtirib atab o'taylik. Amerika 1 trillionlik narsa sotdi. Bularning qo'lida 1 trillion pul bor.
Amerika bulardan algan näsinin sany emniyeti 500 milyard. Amerika bular satkan näsinin sany emniyet 500 milyard. İş bakan 500 milyard ne gördü? Amerika qaytıp keldi. Nima uchun? Chunki Amerika qazib turib olgan bo'ldi emasmi bu pulni. Shunga bir davlatning pul sohasiga pul kirdigan 4 manba bor. Bir oyliklar, bir shirkat korxonalar, yeni bir hukumat, yeni biri chet el sohasi. Endi Amerikaning biz keyingi 2010dan keyingi ahvoliga qaragan bo'lsak, oyliklarning pul bozoriga uritgan puli izchil normal ish qilib eshitmamas, tuvamas, izchil normal. Şirket karxalarla pulma bazırkan pul iş ötüdü. Çünkü şirket karxalar iş ma soda tapkan pulni ma ösüm ma nima biri ösüm tüven çünkü banka to'lagan ösüm azrak. Ama soda tapkan pulun köp kısmını özünün payını öz setilişka sarf kılalıktın. Bu pulun köp kısmı yine pulma bazır kayıp kötüdü. Ama Amerika soda izcil pasif cihette pasif balans dediğin gibi Amerika'nın sırtlıklarının Amerika satkan nesi cıkrak. Çünkü ularning qo'lida ishinchi pul jiqraq. U ishinchi pul yana Amerikaga qaytib ketadi degan gap. Çünkü Amerikaga kirayotgan chet eldan kirayotgan pulmi ko'p, o'zining korxonalaridan kirayotgan pulmi ko'p. Lekin nima ko'p yana davlatning qarzining eshishi ko'p. Davlat qarzi oshgandan keyin pul muomala sohasiga kirayotgan pulmi ko'p bo'ldi. Shu Amerikadagi pay bozorining va zayon bozorining iste'dod yoshtirishidagi sabab shu. Men pulning aylanishini qisqa bir so'zlab o'tgandim bultuq kursda. Buni men hammasini tarjima qilmadim. Bir necha misol orqali so'zlab beray. Mani ayrim ko'rib qilsanglar bo'ldi. Faqat endi pulning qanday aylanadiganligi to'g'riliq bir necha misolni bergan. İstemal açsa, sen işte jiqraq pul qaytsa techaga chiqib, shirkat korxonadan topgan foydasi oshadi. Tapkan payda aşkan ki ularning taqdirlagan o'simi, ularning bankka to'lagan o'simi, ya'ni ularning paycheklar ayırılan paydası aşıdı. Ular paycheklardan ayırılan payda aşkan ki o pulun bir kısmı pul mal bazara qaytib keldi. Pul mal bazara qaytib kelgan pul yana shirkat korxonalarına yançuqa kirdi. Çünkü pul mal bazardaki çünkü pul pay bazı öşkenin kişiler o dağınık pay setip oldu. O pulun bir kısmı shirkat korxonalarına yançuqa kirdi. Şu ular o pulni xizmetlerine maaş qilib taqtirdi. Yeniden işlep çıkarış sexlerini açıyordu. Şu an şirket işlenen maaş aşıyordu. Buranın maaşı öskenlikin istimal aşıyordu. Bunun da aynı işi. Lakin ben bunu real ıslatılan pulman bazını ayırış için bir nece misalen inek düşündüreyim. Mesela birinci misal. Merkezi Banka pul besip devletin zayımını setip aldı. Yani bir yerde Merkezi Banka hükümet kaz verdi deyin gap. Endi hükümet bu pulni sarf qilib, birinchi xil ahvolda sen zayom chiqadi, ya'ni hukumat qarz oldi. Shu Markaziy bankka setib oldi bu qarzni. Markaziy bankka hukumatning hisobi pul urdi. Endi hukumatning hisobida pul bor. Hukumatning bu pulni ikki xil ishga ishlatish ehtimolligi bor. Hukumat bu pulni elib o'zining xizmatlariga maosh tarqatdi. Aytgandek, maktab doktorxona ochdi, misol o'xshash uchun. Hukumat bu pulni xizmatchilariga tarqatdi. Mesela aylıklar urdilar bir qismini. Andan keyin shirkat korxonalarga e, e, mesela mektep açtı, doktoran açtı. Ondan sonra onun bu hükümet bilen digvarlışların türler gerek. E, Kuruluş diğerlerine, hameşa nimelerine hemisiga hükümet to'xtamlashib ularga pul berdi. Çünkü Merkezi Bank'dan hükümetke kirgen pul bir kısmı ailelerge mağdi. Hükümet bu bana harclab sarf qilgandan keyin. Bir kısmı şirket korxonalarga mağdi. Şu an bu yerde pul neye kirdi? Pul real iqtisodga kirdi. Birinci misalda. Endi ikkinchi misol qarang, hukumat u olgan qarzga o'zining ko'ni qarzlarining o'simini to'ladi. Mana to'pga bir narsa aytib qo'ydim. Amerikaning hozirgi davlat qarziga to'lagan o'simining o'zida butun GDP'ning 3,5% ekan dedik. Siz Amerikaning GDP'si 30 trilyon. 30 trilyonning 3,5% degan 1 trilyon degan gap. Ya'ni Amerika yilda 1 trilyon o'sim to'laydi degan gap. Demak, endi o'sim hukumatning hozirgi qarzlarining hukumatning hozir chiqimi ichida eng cho'ng bir chiqim. Agar hukumat Merkezi Bank bergan pulni, o'zining zayomi chiqib Merkezi Bankdan qazaldida, u bergan pulni ishchilarga maosh tarqatmay, o'zining ma'murlarga maosh bermay, shirkat korxonalarga so'da digvarlashmay, u pulni
Konu qarzning o'sim to'lash ishlasida nega bordi pul? Pul pul muomala sohasiga bordi. Riyosatga darhol bormaydi. Riyosatga bordi, aldırmay bordi, balkim 2-3 yilligi bordi. Qanday bir masala deb topirma. Ammo pul avval pul muomala sohasiga bordi. Nimishqa? Hukumat qarz berganlar nerede? Mishada. Mayli oyliklar bo'lsin, mayli shirkat korxonalar bo'lsin, mayli chet ellik Saudining yo Xitoyning yo Yaponning mablag'chilari bo'lsin, hammasi to'la saymi setib olgan joyda mushu bozor orqali setib oldi. Pul muomala bozor orqali. Shunga hukumat u o'sim to'lasa, shu pul muomala bozoriga bordi pul birinchi job. Shunga pulni besilishi yoki o pulning pul qislotamdi yoki kengaytirib buni o'rganamiz, ammo pulning nega borganligini hukumatning sen pulni qanday xarjlayotganligini bilish, pulning nega borganligini bilishda aql rol o'ynaydi. Chunki ikkinchi xil misolda agar hukumat bu pulga o'zining koni o'simdan qarzlarning o'simini to'lagan bo'lsa, bu pul muomala bozoriga qaytib ketadi. Real asadga keyinchi bordi. Evet, çünkü bu pul bence buraya turmaydı da. Pul muomala bozoriga qaytib ketadi. Şu an bu hukumatdan qarzdorlar kimlar? Mablag' sağlovchilar. Şu an bu pulning bir qismi pensiya fondlari, bu pulni ilib bir qismini pensiya maashi taqtidi. Cho'ng shirkat korxonalar bu pulning o'simini chiqib, ya paycheklarga taqib turdi, yoki bo'lmasa ishlab chiqarish hashlaydi, yoki iste'mol hashlaydi, yoki bu pulning bir qismi chet elga ketadi. Ammo dastlabda bu pul xilmir mezgil pul muomala bozorida aylandi. Bu bir misol. Meni Markaziy bankning pul besishi zada real iqtisodga kiramdi, yoki pul muomala bozoriga kiramdi. Bir xil ahvolda real iqtisodga kirdi, yana bir xil ahvolda pul muomala bozoriga kirdi. İkinci xil misal. Saudi 100 milyar dolarlık neft sattı mesela 2025 deb turaylı. Bu bütün çıkıp Saudi'nin kitapta Aramco deymiz. Saudi'nin mesela çoğu neft şirketleri hükümet başlayıp hükümetten kolu 100 milyar dolar neft setip kılan kırımba ya sap kırımba. Bunu bula işletiş gerek. Bu 100 milyar dolar ne kadar oldu 100 milyar dolarga Saudi'nin içinde bir nasıl setip ağlamaydı. Bu 100 milyar dolarga Saudi'nin kılan en çoğun talaşlarından birisi mi? Amerikaga apirib Amerikaga mablag' silish. Misol, necha vaqtga Saudining qilayotgan narsani berib bu pul Amerikan davlat zaymini setib oladi. Chunki bu eng oson tanlash. Masalan, biz bunda o'tirib bekor vaqtimiz bo'lsa, nima ish qilsam bo'ladi deb o'ylasak, masalan, o'yin yig'ishtirsak ham bir ish, bolalar chiqib tashqariga chiqib o'ynasak ham bir ish, do'stimizdan ko'rsak ham bir ish, ammo birinchi nima qilganimizga telefonni elib, serib YouTube'ni yoki TikTok'ni ko'rish keldi. Eng oson, eng bexatar tanlash. Bu pulmi shu? Saudlar uchun mesela ben Saudlik bir mablag' boshqaruvchi bo'lsam, qo'limda 10 milliard dollar var. Bu pulni men aylantirishim kerak. Bu mablag' solmasdan behchiq pul bu. Xatiri var. Shunaqa. Onun ustiga u birmuncha qiyin ish. Men mablag' solgan turlarni ko'rishim kerak. Har birisini bir qor tahlil qilishim kerak. Uni foydasini danishim kerak. Foydasi o'ziga yaxshi ziyon olib qolsa, men bunga javob berishim kerak. Bu pulni menga berganlarga. Addiy usul nima? Amerikan davlat zamin ep qo'ysam, u pul yo'qolib ketmaydi, o'sha turdi, ammo yilda 4% o'sim yeyman. Bu eng oson ish. Youtube telefon o'ynagandek bir ish. Shunga bu pulning birinchi ma'no yeri zayon bozori. Chunki sadda bu pulga Amerikan zaymini paylarini setib oldi. Shu an bu pul 100 milyard dollar pul udul nega borib pul muomala bozoriga kiritildi. Ya'ni chet eldan kirgan pulning birinchi ma'no yeri pul muomala bozoriga kirgan 100 milyard pul. 100 milyard pul. Shu an bu nimani o'stirdi? Pul muomala bozorining bozordagi zayomning va paychikining bahosini o'stirdi. Zayomning bahosi o'sdi degan gap abayqalik uning bir o'simi tuvaladi degan gap. Shu o'simni tuvaladi, payning bahosini o'stirdi. Pul muomala bozorida bo'lgan shu pul muomala mulklarning bahosini o'stirdi. Endi Trump chiqdi, Saudiyaga bir muncha besim qildi desam, cho'ng neft shirkat neft qazdigan quduqlarini yoki bo'lmasa neft qazdigan quduqlar Saudiyada joylashmaydi. Sen sun'iy aqlga, AIga boshqa narsaga mablag' sol Amerikaga deb zo'ldi. Shu bu ketdim hamda Saudiyaning talishi nima? Bu 100 milliard dollar ham Amerikaga hamda paylan zaym setib qutlamaydi bular hamda. Bular bu pulni rasmiy Amerikaning ishlab chiqarish bazasiga mablag' solish kerak. Hamda agar Saudiya rost aytdi degandek, mush pulga Amerikaga berib zavod qursa, yangi ishlab chiqarish bazalarini qursa, data centerlarini açsa, bu pul nega bo'ladi? Bu pul real iqtisodga kirdi. Bu chog'da pul muomala bozori bardi albatta, lekin bu yer uzoq turmaylar birinchi nega bordi?
real iqtisod kirdi. Şirket karxallaga kirdi. Yer setip aldı. Şuna mı mülk egeleri payda aldı. Şirket karxalla sen ben sen 100 milyon dolar hesap sen data center açmakçı olsam bu yerdeki şu kuruluş işçilerine, kuruluş şirketlerine, e, mesela elektrik şirketlerine, teknik injenerlarga şuna tayinime. Çünkü bu pul şirket karxallaga bardı. Aileye barmış aileye bardı. Çünkü ben adam işletimden de Amerika'da. 10 mun, 20 30 mun adam işlesem ular kimde şu işçilmesi diye şu aile şu. Çünkü bu yer 100 milyar pul mal alem bana yan çıkıp kırdı. Bu malı bazara kırmaydı. Kırsımı uzak tutmaydı. Köp kısmı yak kırdı. Şuna o puldan pul malı bazara köp paydası olmaydı. Ama Amerika'da niminin bağısını üstürce de mal bağısını üstürdü. Nimişka? Çünkü ben data center kurgan diken tabii gazga çıkar ihtiyacı olmuyor. 100 milyar dolar kirgen 100 milyar dolarlık ben ucada 100 milyar dolar kaga set olmayım. Zayıf set olmayım 100 milyar dolar. 100 milyar dolarga adamlarning ish haqqini setib olma, emgakini setib olma, jumlalarga yer setib olma, temir, ko'mir, alyumin, mis, tabiiy gaz, bu narsani setib olman, chip setib olman. Eh, Bular hammasi bu pullarimiz shu narsadan bahosini o'stirdi. Bu keyin pul qaytib albatta pul manbasiga kirishi mumkin, ammo bevosita kirmaydi. Shu abay aytgandek, agar savdodan kirgan 100 milliard pul bevosita zayon bozoriga kirsa, mayani jonlantirdi. Bu real iqtisod kirsa, ma ichki sohani jonlantirdi. Endi sen meni shu pulning qayerdan nerdan niyaga manganini bilish muhim. Shu qarzini abay aytgandek, real iqtisod jonlangandek ko'ringan bilan pul muomala bozori zangishib qolgan ahvolni ko'rsatadi. Ikkinchi xil ahvolda. U pul kirdi, qarzana shirkat korxonalar to'xtamay data centerlarni ichayotgan, tokining bahosi, gazning bahosi o'rlayotgan, kishilar to'xtamay ishlayotgan, masalan, chuvoqlar u yoqdan bu yoqqa mengayotgan Amerikada. Ammo pay bozori Küçük diyemeyiz lekin pay bazı anında canlılık emas. Demişka? Çünkü pulun köp kısmı real iqtisad kirdi. Pay bazı azrak kısmı kirdi. Ama aldığın kısmı şu. Pulun köp kısmı pay bazıga yak zayon bazıga kirdi. Bu pulun köp kısmı maya kirmedi. Şun kalsanlar çok edevat kalanın işi az oluşu mümkün. İstimal cansız oluşu mümkün. Şirket karxalarının nemisi soğutucu bölgede yaxşı olması mümkün. Lekin pay bazı üşüdü. Düşünemezliğimiz sebep. Demişka? Çünkü pul miyadi cahrak toxtab kalgan. Hem de aileliklerinin misalini körüp bakayım. Hükümet başını kime etti değil misala. Şirketler maaşını üstledi. Mesela kayısı olsun işkilesi aileliklerin kırını aşağıdı. Mesela ben e, mesela bir yılda 100 bin dolar maaş aldım değil. Nuriye'nin ise o içe ben mesela 100 bin dolar maaş yapıp kalsam 40% çıkarak başlayayım. 100 binin 40 bini 40 bin dolar yılda bağış gidiyordu. Eğer başın düşerse hükümet 20% düşerse ben bir yılda 100 bin dolar tepip 20 bin başlayayım. Kalan iş kalan 20 bin yani çok mu kaldı aldığım kilo karganı. Ben 20 bin işinci pul alıp kaldım bende. Ben bu pulunu kaçışım gerek. Şirketler maaş östersin okşaş. İşte işinci pulumuz çıkıyordu o. Bu pulunu kaçışım gerek. En ben bu pulunu açık kaçlısam sen seyahat oynasam öyle yokan televizör alsam ya mesela misalde öyümünü kengaytip sağsam nimeli kılsam bu pul real iqtisad kirdi. Yani bir yerde pul miyaden menden pul mama bazı kirmeydi. Menden şirket karakollarga bardı. Çünkü ben seyahat kılsam mı müşteri pul төлeymen ya mesela sırf çıkıp kaçayım o pulunu. Ee, elektrik buyumları ya başka buyumlar sen setip alsam o şirket karakollarga pul төлeymen. Veya ki mesela başka mesela abay aytgandek mesela öy salsam uyumni kengaytsam qanday qilsam meni shu shirkat korxonalarga pul to'layman boshqalar shu pul berdi mendin real iqtisodga kirdi nimning bahosini o'stirdi bu ishinchi 20 million dollar biri maoshini o'stirdi shirkat korxonalar mening talabimni qondirish uchun jiqroq odam ishlatish kerak yana biri malning bahosini o'stirdi men jiqroq kompyuter setib olman men jiqroq yemak setib olman men jiqroq sayohat qilaman aeroplan biletning bahosi o'sidi Ayrıca jiqraq uchirishi mayna bahası üstüdü. Yani bir yedim mal bahasını üstürdü. Eğer ben bu pulun hamısını teşekkür kaçırmay,
yig'ib qo'ysam, bankaga savatsam 20 ming dollarni. Ya bo'lmasa, abay aytgandek, ishing 20 ming bo'lib qoldi, 5 ming dollar men bitcoin deb qo'yaychi, o'sib deyotgan. Yoki oltin o'sib ketdi, oltin deb qo'yaychi. Yoki ya men bek ehtiyojim bo'ldi, bundan narsa olmayman, hukumatdan zaymini olmay, menga 5% o'sim ba'zi bo'ldi. Bilamizki bu pulni real iqtisodga kirmaydi. Pul muomala bozoriga kirdi. Bu uchada 10 million bahasini o'stirdi, mulkning bahasini o'stirdi. Ya'ni pul muomala mulklarning bahasini o'stirdi. Oltin kumushning, hatta altcoin'ning, bitcoin'ning, payining, zaymning bahasini o'stirdi. Shunga pulning kirimini eşiməz, uni nəyə xərcləşdiyini görüş mühim, biliş mühim. Əlbəttə, ailələr normal buna ikisini tən qıldı. Bir adam çoxum 20 minin həmmisini pay bazarga tikib etməydi. Yakımız 20 minin həmmisiga berib oynayıb etməydi. Normal bunun bir qismini qıldı. Amma qısa devletinin qaysı vaxtda qaysınca xəraq qıldığını görüş mühim. Məsələn, əgər 20 minin 15 mini mən xərcləb oynayıb 5 mini məbləğ sağlam bolsam, şu tapqan pul için 5. pulun 4'te 3'ü yarıya asal kerketi 4'ten biri pul manbazı kırdap düşünsek buldu. Eğer ben o pulun tane sağlam bulsam 20 riyal asal ka 20 pul manbazı kırdap düşünsek buldu. 5 misal. Hem de yeni bir misal alayım. Merkezi Banka ösüm düşədi. Mesela hazır həmmimiz Kevin Verşinin ösüm düşürdüğün doğruluq gəq qatıdı. Sen Trump toxtumu ösüm düşüşünün gipini qatıdı. Ras Merkezi Banka ösüm düşədi deyil. Hem de hazır həmmeden kalsa ösüm düşərsə payla bağış ösüdü. Ya Bitcoin ösüdü. Mesela mina muş dersinin süresi en çok aslında bir şu. Kişilerini bir nersege qarqıyıqlar, mında olsun, mında buldu emas. Öz oylaydigan, öz tepekir kıp durup bunun keyindeki mexanizmini düşündiğin bir narsa iyi qilish. Uni haqiqatimiz to'g'ri qilamiz deyamaymiz, lekin ama aytgandek mesela Merkez Bank o'sim tushasa paydan bahs o'samdi yoki Bitcoin'dan bahs o'samdi. To'xtab tur, o'ylash baqayli. Agar Merkez Bank o'sim tushasa nima bo'ldi? Banklarning qo'lida eshinchi pul bo'ldi, qarz beradigan. Banklar bu pulni hamda sen qarz berish osonlashdi deydi o chog'da. Banklar bu pulni oyliklarga, shirkatlarga qarz berdi. Normal shu bankadan qarz alan kimlar? Bizdek oyliklar yoki shirkat korxonalar. Endi bu banklar bu pulni oylikdan shirkatlarga qarz bersa, bu chog'da bu pul real iqtisodga kirdi. Ammo banklar bu pulni hukumatga, boshqa banklarga va mablag' fundirib qarz bersa, bu pul bozor ichida turaverdi, real iqtisodga kirmaydi. Masalan, mana biz keyin qaytib kelay. O'simchi degan gap miyada taqtilgan pul chiqadi degan gap. Bu pul agar banklar oyliklar qarz bersa, o'sitlarga qarz bersa, shirkat korxonalarga qarz bersa, bu pul real iqtisodga kirdi. Kişilecek öyseti varsa, kuruluş şirketler cakarak öy saldı, yağışının, tümürünün bağısı örleydi, öyünün bağısı evet örleydi. Şirket korxonalar qarz edip işlep çıkışını aşırsa, hameşana bağısı örleydi, maaş örleydi. Pul real iqtisodga aylanıp kirdi degan gap. Bu yerda malning bağısı, öyünün bağısı örleshib boshlaydi. Agar banklar oyliklarga qarz bermay, u pulni hukumatga qarz bersa, ya'ni zaym setib olsa va yoki o'z ichidagi bir-biriga qarz bersa, banklar aylansa bu pul hukumatning o'sim tushagan bu pul bozoridan chikdanmay o'sha ishida qolib qoldi. Shunga bu pul jamiyatda pul baholik paydo qilolmaydi. Ammo nim paydo qildi? O'sha ishidagi pul bozoriga pul mulklarning bahosini o'stirdi. 2010dan ta 2023 bo'lgan ahvol naq shu Amerikada. Pul muomala pul muomala kirisidan keyin 2018'deki. Nurg'un banklar qarz berishni nihoyat qo'rquvdan bo'lib ketdi. Chunki ko'plar qarz berib ololmagandan keyin 2007-2008 nurg'un keyin bayram bo'lgandan keyin bular masalan biri hukumat nihoyat qattiq besim qildi. Bundan keyin qarz berish o'lchimini nihoyat chin qilsan deb, aldirab qarz bermaysan deb. Bular o'zlaridami o'sha bir kulturda masalan bir madaniyat shakllandi, bir muhitchu qarz berishdan qo'rqadigan. Salla qarz to'lash ehtimoli tuvan deb qaragan odamni yuqori deb qaragan to'layolmay qolgan odamni ko'rslar, gumon qilsalar qarz bermaydigan yoki bersin yuqori o'sim berib oladigan. Shuni gerçi davlat hukumat Markaziy bank o'simini nol qilgan bilanmi real iqtisod kiradigan pul bek ozildi. Az bir qism shirkatlar
Almaga o'xshash, Microsoftga o'xshash cho'ng shirkatlar ala oldi qarzni eng tuban usulda. Az bir kısım aile, er kısım boy adamlar. Çünkü ular qarz to'laydi, cho'ng ala oldi. Cho'ng banklarmi qarzni bersa, shu to'laydigan odamga berdi. Yoki hukumatga berdi. Anikin bir-biriga berdi qarzni. Şu an bu pul az bir kısmı real iqtisodga kirib, mutlaq ko'p qismi pul muomalasasining ichida kelib qoldi. Şu an bu yerda bu pul mol bozorida ishlab kelib qolganki, bu pul pay bozorini o'stirdi, abay aytgandek, cho'ng shirkatlar tuan ustunni qazongandan keyin ular qarshi Ayshaning qo'lida jiq pul yo'q. U Almanning yoki Microsoftning zavodini qayta qurishning Amerikaga bir tuzuk ahamiyati yo'q. Qanday qildi? U pulga o'zining payini setib oldi. O'zining payini setib olsa, o'zining payining bahasi o'rlaydi. Bozordagi ishib qolgan payini so'mirib ichib ketgandan keyin baho o'rlaydi. Baho o'rlasa, şirketning boshqarish hay'atining maoshi o'rlaydi. Chunki shirkatdagi nurg'un boshqarish hay'ati qatlamidagilarning maoshi shirkatning payiga bog'langan bo'ldi. Shuning bilan bu pul mol bozoriga kirolmay, reaksiya kirmay pul mol bozorining o'zi kelib qoldi. Shu bu yerda pul muomala mulklarning basi, pay chekining, zayomning va boshqa pul muomala bozoridagi boshqa masalan kriptoga o'xshash mulklarning bahasi o'rildi. Endi abayka misolni olaylik yana. Banka bu pulni masalan shirkat korxonalarga berdi deb turaylik masalan endi hukumatga boqmay shirkat korxonalarga qarz berdi deb turaylik bundan keyin. Shirkat korxonalarning qo'liga bu pul ishinchi pul kirganiga ularning tanlashi bor. Bu pulni nerede sarf qildi? Oyliklar aytganda qarz yeb turib, bankadan olgan qarzga uy setib olsa, mashina setib olsa, yoki sayohat o'yinsa kredit kartadan olgan pulga. Bu to'g'ri ularning qarzi shu lekin bu pul baribir real iqtisodga kirdi degan gap. Ammo bu pulga ular kazangan pulga, tuvak usulü kazangan pulga Bitcoin setip alsa, Dogecoin setip alsa, altın kumuş alsa, bu çada pul, yeni pul mal bazar kirktir deyen gap. Şirket karxallarmış şu. Şirket karxallarmı yeniden sen 0% yoki 1% kazayıp, özünün burunki 4% algan kazlarını tölüp etse, o çada pul, qaytadan pul mal bazara qaytып ketadi deyen gap. Ama bu pulga abay etkanda ishlab chiqarish sexlarini salsa, zavod kursa, bu pul real iqtisodga kirdi deyen gap. Çünkü aldığımızda qaraymiz. Mesela ösümünü düşürüşü mümkün. Abay aytgandek. Bunu yeni çıkan nemo Amerika'nın Merkezi Bankası'nın başlığı. Ösüm düşürgenin özde pay bazarı paylaşına tayin. Ösüm düşürgendikin bankalarının ya şirketlerinin ya ailelerin bu pulları neymiş kotkana qaraymiz. Bankalar bu pulunu aileliklerge karxallar qaz bir atamdı. Ya ki özünün öz içinde mandır atamdı bu pulunu. Ya ki hükümetten zaymını ev atamdı. Evet dermesine kutlayken kaysını cekrak kuatıdı. Şirket karxallar mı aileler bu pulunu alğandan keyin bu pulda bozorda ko'rsatmaslik qilib qimor o'ynatamdi yoki bu pulda iste'mol qilyaptamdi. Bu qarzga olgan pulda buni bir ish qilish kerak. Yoki oila o'zidan burun qarz bo'lsa qarzini to'laydi. O'sha bu pul yana qaytadan bankka qaytadi. Yoki bu pulni iste'mol qildi. Sen 2%, 3%dan qarz olgan bo'lsa, ko'ramiz masalan kompyuter alayli, mayli, nima alayli, mashina alayli, sen oyga bo'lib to'lab turib oldigan ahvolda ko'p kishilar shuni qildi. Onun to'g'ri xatolik u boshqa masala, lekin o'chada u pul nega bordi? Real iqtisodga bordi. Ama 2020'de kişiler kişilerin yançodu pulu var. O pulunu ne yaklaşını bilmeyi, dışarı çıkıp aldığın neresinin tayini yok, dışarı çıkarmadan şu o pulunu ne yaklaşını bilmeyi, öyle oturup kompüterin aldı oturup borubun hotunu hesap edip, Dogecoin bilen Bitcoin'i ip setip oynagan bolsa, yakımız Tesla'nın peni ip setip oynagan bolsa o pul manvazırı kayıp gidiyor. Şirket karxallığa mı okşayış? Şu bir yerde ösümün ösüşü, düşüşü, Merkezi Banka'nın pul besişi yoki hukumatning zayon setib chiqarishi, shirkat korxonaning topgan payisining eshishi, tushishi bu birinchi qadamdagi tafakkur. Iqtisodni tushunish, ko'rishimiz. Andan keyin bularni ashi eshinchi pul bilan nima qilishi, ya'ni pulning qayoqdan qayoqqa ekishi bu ikkinchi qadamdagi tafakkur. Ya'ni o'shada u bizga pul muomala bozorida pul nada aylanganligini, qayerga borganligini deb berdi. Uchta biz pul qayerda bo'lsa shu narsa shu yerlik narsaning bahosini ustida bo'lishqa biz shu yerga qarab turib nimaning bahosini ustidaligini
hüküm kıla alayımız, tahmin kıla alayımız. Şuna demek pulның kaya turuşu ve kaya ekşi emniyeti nimenin bağısının üstü halkı tesir gösteren nesi. Şuna müşkürüstü günahın makro meblağlaşının tüp negizi şu. Del şu pulның ekimini düşünüş. Bu pulның ekimini düşünüşten metodu bunun usulü neymi? Kısa devrelikini tetkik kılış. Çünkü kısa devrelikini okşumagan devirde pul okşumagan rayonlarda buldu. Köp kısım pul endi. Şuna oşman dövrlerde, oşman rayonlarda turğuna qarab turib, qaysi yerning bahası, qaysi sahaning yoki qaysi mulkning bahasiga ta'sir qilganligiga hukm qila olamiz. Büyük ders şu, so'ran savol bormi yo'qmi? So'ran savol bo'lmay qolib qolsa, men hozir mana bu rekordni o'chirdim. Ammo savollar bo'lib qolsa, savol so'rab javob berib qolki o'chirtma rekordni. Assalomu alaykum. Avval rahmat ders uchun. Ee, Meni bir savolim bor edi. Ha, Endi hozir tuta, savoling ma rekord bo'lsa bilaverdik-a? bo'lyapti ishxona chaqay. Ha. Demoqchi o'g'lim, endi hozirgi yuzlanish, hozirgi iqtisoddan qaraganda yana qanday bo'lishi mumkin kelgusi 2 yillik iqtisodiy soha? Qaysi yerga jiqroq pul kirishi mumkin? Qaysi narsalarda jiqroq talab, jiqroq ko'rilishi mumkin? Endi mening mush keyingi yarim yildan yoqi kuzatishimga qaraganda pulning real iqtisodga, pul muomala sohasidan real iqtisodga kirish salmoq eshishi mumkin. Biri abay aytgandek, mesela Amerikaning o'zining Amerikani misol olaylik. Amerikada qarasak, mesela Amerika ishlab chiqarishni kengaytirishning gapini qilyotidi. Şirket karxanalar to'xtamay, hozir mesela ishinchi pulni data center qurishga yoki ishlab chiqarishni oshirishga mablag' sarflayotidi. Bu bir manba. Ondan keyin chet eldan Amerikaga kirayotgan pulmi hozir mesela hozir Trump hukumatining qilayotgan nimasi shu. Bevosita davlat zayomiga emas, bakrak Amerikadagi ishlab chiqarish bazalariga mablag' solishning gapini qilyotidi. Bu yeni bir narsa. Ee, Hem de nurg'un davlatlar, mesela Amerika olsun yoki Yevropa olsun, o'zining harbiy sohasiga, o'zining ishlab chiqarish yasimchilik sohasiga mablag' solishga gapini qilyapti. Bu hammasi shu pulni pul muomala bozorida emas, balki real iqtisodning ichida bakrak aylantiramiz degan gap. Umumiy jihat aytgancha mushkil yo'nalish qarab mengyapmiz. Iqtisod davrining biz mush davriga qarab mangdik. Buni endi nimadan bilmizsa, har xil xom ashyo materialning bahosining o'rligini qarab turib bilamiz. Chunki pul bakrak real iqtisodda bo'lg'achqa shu sohaning bahosi o'rladi degan gap. Ama bir bunda bir narsa bor. Bu endi pul yo'nalishmi shu? To'xtamay mushtaq mang'amdi yoki bu yerda ahvol o'zgarishdi. Chunki pul muomala bozoridan o'tmay turib nurg'un narsa qilolmaydi. Mesela abay misol oldim, mesela hozir hukumat chet eldan kirayotgan pulning ko'proq real iqtisodga kirishini xohlaydi. Jarayonlarning ishga o'rilishini, e, jiqroq ishlab chiqarishning eshishini xohlaydi. Lekin u xil ahvol nimani paydo qildi? Pul paxalligini paydo qildi. Mol bahosining o'sishini paydo qilishi mumkin. Ya bo'lmasa Amerikaning davlat zayominini setib olgan odam ozlab ketsa, u yerda pul bozori jiddiylik paydo bo'lishi mumkin. Shunga bu ishlar cho'qim shundoq bo'ldi, bundan keyin deyamaymiz. Bizni qilimiz shu doim shu o'lchash orqali har qatim ko'rishgancha, har qatimda mush darsimizda yoki qaralik holda mushu ko'rsatkichlarni o'lchash orqali pulning qayoqqa qarab mengayotganligiga har qatimda bir diagnoz qo'yish. Oldingi qatimda gapimizni hozirgi saloh ma'lumot tasdiqlayotgandi yo inkor qilyapti. Shuni hukm qilish. Ammo umumiy yo'lishni so'rasam, bo'libmi 2024-25dan keyin pul muomala bozoridan real qarab mengayotgan bo'libmi Amerikada bu xil ahvol yuqoriroq. Ammo Xitoydan da qilish notayin-da. Sen Xitoyda real iqtisoddan pul muomala bozoriga qarab mengayotgan bo'lsa ehtimol yuqoriroq. Hmm. Undaq bo'lsa men uchirtay 5 minut dam olaylik, andan keyingi yarim soatda bozor to'g'riliq biroz paranglashaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi.